Bugun yuzimni kitob ortida yashiraman, sababi bu videodan keyin juda ko'p shifokorlar meni yomon ko'rib qolishadi. Nima uchun yomon ko'rishadi? Sababi men ko'pchilik qilayotgan ishni xatoligini ko'rsataman. Grippni davolashdagi asosiy xatoliklar. Birinchidan, arbidol, anaferon, viferon, askarbinka. Bularning birontasi grippni davolamaydi. Birontasi tasdiqlanmagan. Ikkinchidan, temperaturani 36.6 ga tushirishga harakat qilish. Temperatura 38, 38.5 gacha bo'lsa, hech qanday davolamaymiz. Bu normal immun javob. Shu holatda organizm kurashyapti. Tushirishga harakat qilmaymiz. Faqatgina 38.5 dan ko'tarilsa, keyin tushiramiz. Uchinchidan, vitamin C, D, sinklarni berish. Bularning birontasi virusga qarshi hech qanday aktivlikka ega emas. Bular yaxshi dorilar, lekin foydasi yo'q. Keyingisi, analgin dimidrol. Bu o'lim sharbati. Sababi, dimidrolning o'zi nafas yo'llarini quritadi, balg'am ko'chirishni susaytiradi va infeksiyani chiqib ketishiga to'sqinlik qiladi. Keyingisi, dexametazon va prednizolon. Bu asosiy ajal. Bu immunitetni tushiruvchi asosiy dorilar. Buni qabul qilgandan keyin siz o'zingizni yaxshi his qilasiz, temperaturangiz tushadi, og'riqlar ketadi, lekin immunitetingiz susayadi. O'nlab nojo'ya ta'sirlarga olib keladi. Bu dorilar faqatgina reanimatsiyada o'tkir respirator distress sindrom bilan yotgan bemorlarga mumkin. Boshqa hech qanday grippda, hech qanday shamollashda qilish qat'iyan taqiqlanadi. Agar buni bilmagan bo'lsangiz yoki shular bilan davolanayotgan bo'lsangiz, o'z do'stlaringizga yuborib qo'ying.